Amerika prezidenti Joe Biden bu yil 3-chi ayda Amerikaning yangi yadro strategiyasini belgilaydigan bir maxfiy hujjatni imzolagan. Nyu-York vaqti gazetining xabar qilishicha, yadroni ishga kirishtirish yetakchisi deb atalgan bu strategiyada Rossiya va Shimoliy Koreyaning yadro tahdidlari, bo'libmi eng muhimi Xitoyning tez surat bilan ishayotgan yadro kuchini hal qilish asosiy nishon qilingan ekan. Her 4 yılda bir qatim yangilanadigan bu strategiya mutlaq maxfiy kategoriyaga kiradigan hujjat bo'lib, uning ko'paytirilgan nusxasimi tarqatilmaydi ekan. Odatda u faqat bir qancha davlat xavfsizlik kengashi amaldorlari va mudofaa ministrligining qo'mondonlariga tarqatiladi ekan. Biroq yaqinda ikki yuqori darajalik hukumat amaldorining bu strategiya haqida intayin cheklik doirada ma'lumot berishiga ijozat qilingan. Bu amaldorlar Nyu-York vaqti gazetiga qilgan so'zda Amerikaning har qanday bo'g'isi yadro tahdidiga qarshi tayyor yoki emasligining jiddiy tashirildiganligi ham shundaqla har qanday o'rtaq yadro hujum tahdidlariga qarshi turish iqtidorining oshirildiganligini aytgan. Yadroni ishga kirishtirish yetakchisi Amerikaning strategik kuchining jonliqligi va chidamchanligini saqlab qolish hamda boshqa yadro kuchiga ega davlatlarni chekindirish uchun tuzib chiqilar ekan. Xabarda deyilishicha, Amerika Biden hukumatining yadroni ishga kirishtirish strategiyasini imzolashidagi asosliq sabab bo'lsa, Amerika Mudofaa ministrligining Xitoyning yadro qurol zapsi kelgusi 10 yilda ko'lam va xil jihatdan Amerika va Rossiya bilan raqobatlashgudek holatga kelishi mumkin deb yakun chiqarishi bilan munosabat ekan. Ularning qarashicha, Xitoy yadro qurollarini mo'lchardan tez suratda kengaytayotgan bo'lib, uning yadro o'qbeshining 2030 yilga borganda 1000 dona va 2035 yilga borganda 1500 donaga yetadiganligi mo'lcharlanmoqda ekan. Amerikadagi Kor tadqiqot markazi qurg'uvchisi Dr. Anders Korning qarashicha, bu sovuq munosabatlar urushidan buyanqi bir muhim o'zgarish bo'lib hisoblandi ekan. U mundaq deydi: The focus is now shifting from, the former Soviet Union and deterring their expansion to deterring the expansion of China, which is really the new predominant. Amerikaning yadro strategiyasida davomli sobiq Sovet ittifoqi va sovuq munosabatlar urushidan keyingi Rossiya bo'lib kelgan. Hozir buning Xitoyga o'zgarishi bir muhim taraqqiyot. Xitoyning maqsadi Tayvanni qurol kuchi bilan besib olishdan iborat. Xitoy davlat raisi Xi Jinping bulturqi bir so'zida generallarni jang qilishga tayyor bo'lishga chaqirgan edi. Xitoy Tayvanga hujum qilganda Amerikaning aralashishidan ansiraydi. Shung ular yadro qurol kuchi orqali Amerikani bu masalaga aralashishdan bosh tortadigan holatga kelishni ko'zlaydi. Albatta Xitoyning bu yadro qurollari faqat Tayvan uchun emas, balki Hindiston va Yaponiya qatorliq boshqa qo'shni davlatlarni chekintirishni maqsad qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning bu yadro qurollariga munosabatlik yangi strategiyasini ma'qullashidagi yana bir sabab Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya qatorliq davlatlarning birlashish ehtimolligi ekan. Nyu-York vaqti gazetining bu vaqtdagi xabarda deyilishicha, ilgari Amerikaning dushmanlarining yadro kuchini birlashtirib, Amerikaning yadro qurol zapsidan eshib ketishi ehtimoldan uzoq ko'ringan bo'lsa-mu, biroq Rossiya bilan Xitoyning taraqqiy qilayotgan yangi sheriklik munosabati Shimoliy Koreya bilan Iranning Rossiyani Ukraina urushi uchun qurol bilan ta'minlashi Amerikaning bu haqdagi tafakkurini tubdan o'zgartgan. Darvaqa Rossiya bilan Xitoy birlikda harbiy manevrlarni ko'plab o'tkazayotgan bo'lib, Amerika istixborot xodimlari yana Rossiyaning Shimoliy Koreya va Iranning yordamiga javoban ularning boshqariladigan bomba programmasiga yordam qilayotgan yoki qilmayotganligini aniqlashga tirishmoqda ekan. Hukumat amaldorlari Nyu-York vaqti gazetiga qilgan so'zda Amerikaning urush plani va strategiyasini o'zgartiradigan, tubdan o'xshamaydigan yadro muhitining o'tirg'i chiqishi faqat vaqt masalasi bo'lib qoldi degan. Ular yana mundaq degan: Dunyoni biz tasavvur qilgandek yoki orzu qilgandek emas, balki real holda bilan ko'rish bizning mas'uliyatimiz. Biz kunlarning birida o'tmishga burilib qaraganimizda sovuq munosabatlar urushidan keyingi chorak asrni yadro qurollarining dam olish vaqti deb qilishimiz mumkin. Xabarda deyilishicha, Amerika Oqsaroy tarafidan ommaga e'lon qilinmagan bu strategiya Amerikani Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreyaning o'rtaq holda paydo qilg'usi yadro xirisiga tayyorlashni maqsad qiladi ekan. Yuqoridagi amaldorlar bu xil ehtimollikni har qanday vaqtdagidan bak yuqori deb aytgan. Dr. Anders Korapandimo bu ehtimollikning intayin yuqoriligini aytdi.
It's a real threat. I mean, so for example, you can China and Russia convince North Korea to attack the United States. Bu haqiqatanmi bir real tahdid. Biz Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushidan keyingi Xitoy va Rossiyaning yiqilishidan bu tahdidni ko'rib yetdik. Agar bu ikkisi haqiqatan yadro kuchini birlashtirsa, Amerikaning hal qilg'uch muhim shaharlariga ziyon beradigan iqtidorga ega bo'lishi mumkin. Bu ham Amerika, ham Yaponiya va ham Yevropa uchun og'ir tahdid. Shunga Bayden hukumatining bundaq ehtimollikqa qarshi harakatga o'tib, bu strategiya hujjatiga qo'l qo'yganligi nihoyat to'g'ri bir qadam bo'ldi deb qarayman. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqindan buyon Amerika bilan bo'lgan yadro bexatarligi va xatarni azaytish haqidagi muzokaralarni to'xtatib qo'ygan bo'lib, bu Amerikaning diplomatiya orqali yadro xavfini idora qilishini qiyinlashtirmoqda ekan. Nyu-York vaqti gazetining bu vaqtdagi maxsus xabarda bayon qilinishicha, hozirgi bu yangi yadro vaziyati Prezident Baydenni qandaq bu maxfiy strategiyani imzolashga ishtirgan bo'lsa, bu vaziyat yana oldimizgi kunlarda olib beriladigan Amerikaning prezident saylimida saylab chiqiladigan prezidentningmi nihoyat kaskin yadro qurollari mudofaa siyosatini yo'lga qo'yishiga turtki bo'ladi ekan. Gerçi saylam nutqlarida yadro masalasi tilga ilinmayotgan bo'lsa-mu, biroq prezident Baydenning yadro strategiyasi o'zgarishchan yer shari yadro harakatlantirish kuchining aktiv tengshilishidan derak berar ekan. Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreyaning kunsari taraqqiy qilayotgan tahdid oldida oldini olish va mudofaalanishda ko'p taraflamalik hozirlik zarur ekan. Doktor Underscore so'zida Amerikaning Xitoy va Rossiya qatorliq davlatlarni niyatidan voz kechtirishni chiqish qilgan zamonaviy harbiy qurollarni tez suratda taraqqiy qildirishning intayin muhimligini ta'kidladi. So is likely to be more and higher quality of your weapons. We have our own hypersonic program going. Biz o'zimizning yuqori texniklik harbiy qurollarimizni taraqqiy qildirishimiz kerak. Xitoy hozir darajadan tashqari kompyuter, sun'iy aql va uchish sur'ati ovoz tezligidan tez bo'lgan hypersonik qurollari jihatda xil ustunlikka ega. Shunga Amerika ilg'or zamonaviy harbiy qurollarini yanada taraqqiy qildirib, chekindirish iqtidorini tezdan oshirish kerak. Amerika Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni ustunlik bilan hal qilishi, eng muhimi Xitoyning iqtisodiy kuchini oshirishi va natijada harbiy kuchini zo'raytishiga sababchi bo'lib qolmasligi kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligining qurol-yarog' kontrol qilish, tahdid va muqimlik ishlari yordamchi ministri Mallory Stewart Nyu-York vaqti gazetiga qilgan so'zda Xitoy hukumatining Amerikaning yadro bexatarligi haqidagi suhbat talablarini rad qilishini Rossiyaning harakatiga o'xshatgan. U so'zida Xitoy ikki taraf munosabatidagi jiddiy ziddiyat va masalalar hal qilinmaguncha Amerika bilan qurol kontrol qilish, xatarni azaytish va yadro qurollarini kengaytmaslik muzokarasiga o'ltirmaydiganligini pesh qilyotidi. Biroq xato tushunishish va xato mo'lcharlashning oldini olish Xitoyning o'ziga foydali deb ogohlantirgan. Hurmatli radio anglag'uchilar, sizlar yuqorida Amerikaning yadro kuchini oshirishga munosabatlik maxfiy hujjat haqidagi tafsiliy xabarni angladinglar. Buni Irada tayyorladi.